Yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimiga qaratilayotgan yuksak e'tibor natijasida bolalar tarbiyasi va ta'lim sifati yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Davlatimiz rahbarining sohaga doimiy e'tibori esa pedagoglar zimmasidagi mas'uliyatni yanada oshirmoqda. Ana shunday ilg'or tajribalar amalda namoyon bo'layotgan maskanlardan biri Namangan shahridagi 26-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidir. Bog'cha hududiga kirar ekansiz, bolalarning shodon kulgisi va quvnoq o'yinlari bu dargohda haqiqiy bolalik muhiti hukmron ekanidan darak beradi. Bu yerda har bir bola o'zini erkin his qiladi, qiziqadi va izlanadi. Tashkilot rahbari Madina Egamberdiyeva boshchiligida bog'chada bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay va xavfsiz muhit yaratilgan. Mashg'ulotlar jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Biz kuzatgan mashg'ulotlarning birida bolalarning tafakkurini charxlovchi, aqlni rivojlantiruvchi metodlar, boshqa guruhda esa ingliz tili mashg'ulotlari qiziqarli va interaktiv tarzda olib borilayotganiga guvoh bo'ldik. Quvnoq bolajonlar bilan to'la guruhlardan so'ng tashkilot direktorining o'rinbosari Zilola Ne'matillayeva bilan suhbatlashdik. Hozirgi kunda tashkilotimizda 400 nafar bola tarbiyalanib kelmoqda. Bu bolalarga 19 nafar pedagog xodim ta'lim-tarbiya berib kelmoqdalar. Ulardan 7 nafari oliy ma'lumotli, 12 nafari o'rta maxsus ma'lumotga ega. Shulardan 4 nafarini oliy ta'limga jalb qilganmiz. Tashkilotimizda yangi metod joriy qilishni rejalashtirganmiz. Maria Montessori metodi. Bunda tarbiyachi faqat kuzatadi. Bola mustaqil o'sha ishni o'zi bajaradi, mustaqillikka intiladi. Suhbat davomida bu yerda joriy etilayotgan Maria Montessori metodikasi haqida ham to'xtalib o'tildi. Ushbu metod bolani majburlamasdan, uning tabiiy qiziqishi va individual qobiliyatlariga tayangan holda tarbiyalashga asoslangan. Natijada bolalarda erta yoshlardanoq mustaqillik, o'ziga ishonch va mas'uliyat hissi shakllanib boradi. Bugun Namangan shahridagi 26-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yaratilayotgan ana shunday zamonaviy muhit va ilg'or metodlar kelajak avlodni barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladi.